Transport nazorati inspeksiyasida korrupsiyaga qarshi kurashish borasida keng qamrovli ishlar davom etmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limiga kelib tushgan ma'lumot va masofadan o'rganishlar, tahlillarga asosan Namangan viloyati Chust tumanida nazorat reyd tadbirlari o'tkazildi. Tadbirlar davomida tumandagi tashuvchi korxona tomonidan yo'nalishli taksi sifatida faoliyat yuritayotgan qator Damas rusumli transport vositasi haydovchilariga noqonuniy tarzda qalbaki litsenziya varaqalari berilib, yo'nalishga chiqarilganligi aniqlandi. Shuningdek, ushbu haydovchilarga har kunlik yo'l varaqalari ham berilgan. Haydovchilar qo'liga berilgan va qonuniy litsenziya varaqasi deya ishontirilgan soxta hujjatlar yagona integratsiyalashgan axborot tizimi litsenziya bazasida QR kod skaner orqali tekshirilganda qalbaki ekanligi, ushbu litsenziya varaqa umuman boshqa avtotransport vositasi uchun rasmiylashtirilganligi oydinlashdi. Sizga litsenziya varaqa berilgan, mana bu tursangiz falsifika qilib qo'yibdi. Hozir bazada tekshirsa litsenziya varaqa chiqmayapti ekan. Siz ushbu korxonaga pul to'lab kelyapsiz, lekin shu oya uchun to'lagansiz. Shu oy uchun to'lagan. To'lab chiqqanimizda endi o'zingiz yo'lga chiqamizda buni. O'yiga. O'zi aytibdi-ki, bugun chiqmay turinglar. Bugun chiqmay turinglar deyapti. Sizlargami? Ha. Yo'q, ular bizni Olis bo'lib kelyapsizlar sizlar. ular qonuniyligini tekshirish maqsadida. maqsadda. Ular bizni Endi o'zi biz chiqqanini qoldi uni gapidan. Ha, yo'q, shunga aytyapman-da. Ertaga bu sizlarning o'zlaringiz ham ular bizni tupga chiqqanda biz rozi bo'lib to'laganmiz. Reyd tadbirlarda birin-ketin aniqlanayotgan soxta hujjatlar boshqa yo'nalishlarda harakat qilayotgan haydovchilarni ham sergak torttirdi va qo'llarida muhr va imzolarga to'la qog'ozni qanchalik haqqiyligini bilish ilinjida o'z xohishlari bilan inspektorlar va compliance nazorat bo'limiga taqdim etishdi. 20 dan ortiq litsenziya varaqalari tekshirilganda, litsenziya varaqalarining amal qilish muddati tugab ketgan bo'lsa-da, tashuvchi tomonidan haydovchiga yo'nalishga chiqish uchun yo'l varaqa rasmiylashtirib berilganligi. Bundan tashqari, korxona va haydovchi o'rtasida tuzilgan aksariyat ijara shartnomalari oradan 2-3 kun o'tib korxona tomonidan bir tomonlama bekor qilinganligi ma'lum bo'ldi. Transport nazorati inspeksiyasi compliance nazorat bo'limi tashabbusi bilan o'tkazilgan reydlarda aniqlangan qonun buzilish holatlari, soxta hujjatlar huquqiy baho berish uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlarga taqdim etildi. Shuningdek, inspeksiyaning hududiy bo'limi rahbarlari va tegishli xodimlariga nisbatan qonunchilikka muvofiq tegishli choralar ko'rilishi belgilandi. Shu o'rinda litsenziya olish va uni haqqoniyligini aniqlash tartibini tushuntirib o'tamiz. Yo'nalishli taksi haydovchilari avtotransport korxonasiga a'zo bo'lib, soliq idoralarining axborot tizimlari orqali korxona va haydovchi o'rtasida ijara shartnomasi rasmiylashtiriladi. Avtotransport vositasini ma'lum bir yo'nalishda harakatlanish huquqini beruvchi tender oferta shartnomasini kiritish va korxona tomonidan belgilangan tartibda litsenziya axborot tizimi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida ro'yxatdan o'tib, shuningdek, davlat xizmatlari markaziga bevosita borgan holda olish mumkin bo'ladi. Tadbirkorlik subyektlari tomonidan haydovchiga berilgan litsenziya varaqani haqqoniyligini aniqlash uchun Transport vazirligining yagona integratsiyalashgan info.mintrans.uz axborot tizimidagi onlayn qidiruv bo'limiga avtotransport vositasining davlat raqam belgisini va litsenziya varaqining seriya raqamini kiritish orqali hamda litsenziya varaqaning pastki qismidagi QR kodni skaner qilish orqali amalga oshiriladi. Transport nazorati inspeksiyasi barcha haydovchilarni qonuniy faoliyat yuritishini doimiy nazorat qilib boradi.